Assalamualaikum azizlar. Hammalarniki har vaqtda xayrlik bo'lsin. Alloh hammamizga xotirjamlik, barakatlik bersin. Bugungi darsimizda o'zaro bir nimamizni, masalan, tajribalarimizni yoki bo'lmasa bugundan boshlab bugundan keyingi va bundan burungi kiyaniga o'tib besib o'tgan hayotlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Men aslında 2013 chiqqanlarning xabari bor. Kiyani bilan uchrashgan bo'ldim. Kiyanini iste'mol qilgandan keyin o'zim bu dastlabda bir yil aktiv holat iste'mol qilmadim hamda. O'zim shu yo'ldoshimning yo'l majburlashi bilan voy ichib baqsangiz hech nima bo'lmaydi u bu deb yurib shu iste'mol qilgan bo'ldim. Ammo iste'mol qilish jarayonida bildimki men undan burun masalan oziqlar bilan o'yliqi badanni tangshalaydiganligini yemek içmekке qarta bilginimiz bilan masalan burun bizmi deydik ya masalan bir narsa issiq keldi, sovuq keldi u bu deb. Ammo bunda tabiiy oziqlar bilan yana alayda yaslangan yana bizga vitaminlar bilan oziqning to'liqlandig'iga bo'lgan ko'z qarashim uncha to'liq emas ekan. Mesela ya bir çok adam ya doğru iş gerek. Ya ki bulmasa emel yemeklerini taşıp ise şunu bile bu bedenge boğan nimemiz yaxşı oldu, bütün işimiz yaxşı oldu da koyduğumuz. Ama bu toprakla bulganlığı şu vakitlerin özümü kimiylik oğutlarının bağlığı batıya betendi mi? Ama o neylik boğan bilen mi? Bizge tesir qilmaydi deb o'ylam tutgan tam hamda bizning maxsus teri va hayallarimiz bu yo'q amaliyotda. Lekin shunday bir ishonch ichida iste'mol qilib yuribmiz. Ammo men shu 2013 iste'mol qildim. Vaqt o'tgancha o'zimning badandimni dedim ya men dastlab ishga vaqtimda bizga sunum bergan, bizni da'vat qilgan kishi bizdan cho'qim shu qon tekshirishni talab qildi. Bu jarayonda. Şuna kan tekshirgandan keyingi natijam haqiqatan shu vaqtida 2013 men hozir 45 yoshga kirgan bo'lsam, u chaqda jiq yoshimda. Ammo natijalar mening shu yeshimga mos kelmaydigan natijalar. Masalan, qonning quyuqligi, ondan boshqa badandagi may, mushtarlarning hammasini ko'rib, men shunda hayron qoldim. Endi shu o'zimni bek sog'lom deb o'ylaydim, ammo qarasam, uningki natija men o'ylagandek emas. Acaba bu neticeler bunda çıkıp kaldığı deb, bu şu zaten aptık bu nesini iç bakaydı piştim hem de o jarayonda. İç jarayonda asla özlem bedende his kıldım. Hem etrafımdakiler mi bana oy müştaq siz özgüravatsiz, sizden meyli yürüştürsünüz, çırayınız bolsun, mesela teri cihetten bolsun, cık cihetten özgerdiniz o bu dedi. Şu dostlarım nimiyavatsız dedi. Şunu bilenken bu özgerdiniz depla. Anadan keyin men bu yilgi Kiyanning tijorat ishiga kirib qoldim. Ammo bu jarayonda men iste'mol qilish jarayonida natijani ko'rgandan keyin qanday qildim desam, men tomoqlarimga nihoyatda diqqat qildim. Tomoqlarimga diqqat qildim, buni iste'mol qildim. Anadan keyin bir oydan keyin biz qaytadan bir tekshirish qildik. U chog'da oldingi tekshirishim bilan bu qatimgi tekshirishim osmon zamin farqi bor. Meyli qandaki may bolsun, yoki bo'lmasa şeker bolsun, qonning quyuqligi bolsun, muşlarning hammasida alayda o'zgarish bo'libdi. Masalan, jigarni may qaplab ketish, yurakni may qaplab ketish, muşlarning hammasi bor ekan shu vaqtda. U qadar simiz emasdim, ammo shunodimi yana shu vaqtdagi yeshimga nisbatan olgan natija meni shuna qo'rqitdi. Endi mesela bir narsa voy bek foyda qilibdi u bu deymiz. Mesela doktorxonaga borsak madurini ye, ammo mundaq narsalarga diqqat qil deydi doktor shunaqa. Biz uni diqqat qilmay, yana shu dorilarni yevergan bilanmi doktor degan usunishni ololmaymiz, ya'ni u natijani ololmaymiz. Ammo men shu bir oy jarayonida natijani qo'lim olgandan keyin o'zim rostla qo'rqdim. Voy men bu endi yosh turib bunda tursam qanday bo'ladi deb u narsalarni vaqtida iste'mol qildim, oziqlarni ondan boshqa yemek ichmagimga alayda diqqat qildim. Undan bir oydan keyin olgan natija meni ham atrofimdagilarni xush qildi. Ondan keyin davomli yemek içmek odatimga diqqat qilgan bo'ldim. Masalan, bizning shu vatanda bu kechlar bo'ladi, choylarimiz, to'ylarimiz kechda bo'ladi. Eg'ir yemeklarni kechda yeydik. Anadan keyin o'tirishlarga bordik, uduq deb o'tirib o'zimizningki boshqalarning ko'nglida masalan so'rovlarga borsak, bir narsa yemay qolsak qanday qildi u bu deb yurib, amaliyotda o'zimizning badanga zulm qilganimizni biz his qilmaydiganimiz uchun. Men shu vaqtida shuni his qildim.
Anadan men şu kiyanida şu yıllardan ki yıllar şu vaqtlarning o'zida nima bo'ldi desa mening o'rganganim asli bedanimiz şu qanchaki asırsak badan bizga nisbatan o'ziniki texmi yaxshi ish qila oladiganini bizga işte isbotlab bera oladi ekan. Bu tandagi omonatga Alloh bizga omonatlik beribdi bu tanni. Ama biz asırmay voy anim yeyalayman, tuzluqni yeyalayman, mayliqni yeyalayman, ochiqni yeyalayman deb hamma jihatdan o'zimiz yeb ichib bu bedanimizni asırmasak o vaqt qanday bo'ldi ekan desa bizning bedanimizmi asta-asta o'ziniki alaydigini tashlab qo'ydi ekan. Ana degan shu hujayralar orqali hujayralarni masalan bedanimizda aç qolgan hücrələrimizni to'yg'izish orqali aç qolgan hücrələrimizga haqiqiy oziq berish orqali bedanimizdagi qanday desa immun kuchini texnik yaxshilaydiganini men shu yillarda Kiyanidan o'rgangan bo'ldim. Endi 2013'dan keyingi ishlarim bilan 2015gacha 2 yil jarayonida men nəhayət yaxşı bo'lgan natijalarga erishdim. Ham o'zimmi boshqalarga masalan Kiyanini masalan tavsiya qilgan jihatdan chekinmaydigan. Masalan boshqalar so'rmasimi, men o'zim shunday bir yaxshi oziqlikni mundaq shaklda iste'mol qilgandan keyin badanimda shunday yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Buni men emas, oila bo'yicha iste'mol qilyapmiz. Hatto shu bolalarimga men uning oldida qanday qildim desa, uyda cho'qim qizitma dorisi sürgünün darisi, ana degen işqib doktorxanadan bergen qanday darilar bo'lsa yig'ib qo'yatdim-ku. Milliy tibobatning to'g'risini aldirab yemaydim. Chunki darhol foyda qilmaydi deb. Amaliyotda darhol foyda qiladigan tibobat g'arb tibobatining to'g'risi badanimizga masalan o'pkaga qartab 1 yil dori yegandan keyin qarsak chuqum jigardan chatoq chiqatganchu. Chunki u o'pkani kasallarni davoladi degan bilan u yana bir ziyon qilgan. Ammo Uyg'ur tibobat to'g'rilari bo'lsin, milliy tibobat to'g'rilari bo'lsin, bu badanimizga foyda qilmagan degan taqdirdami ziyon qilmaydi ekanda. Bizning badanimizni asosida to'liqlab ekan. Men bu kiyani oziqlikni iste'mol qilib, bu jarayon o'rganish jarayonini boshladim. Anadagi bu menajab badanimga foyda qildi, nima uchun foyda qilgandi? Buningda masalan men burun yemeklikdan olamagan nimam bordi. Hep müşcihette asta-asta o'rganishga boshladim. O'rganish jarayonida haqiqatanmi badanimizdagi mushu ximiyalik moddalar bilan jihatlarda zararlanganligi, hatto mevchilarning ustiga chashqan dori deymiz. Ondan boshqa mushu yemekliklarningki jihatdan deymiz. Ularniga qarasangiz shunda asli hem biz vatandagidimi bilatdik. Mushu o'ylab baxsam 2000-yillardan keyin mushu yozdagi meva qishdagi meva yozda keladigan mushtabiy ahvol paydo bo'lib qoldi. Ama ondan burun biz mushu gamilarda saqlab yetdik saylarni shunaqa mayli savzi bo'lsin ham basay bo'lsin. Hatto tavuzlarni onda adamlar to'ngitib qo'yatdi. Kishning kuni tavuzning suyini ichatdik. Tavuzning suyini ichgan vaqtimizda haddidan ziyoda issig'imiz eshib ketgan vaqtimizda shunday qishlik saqayib qoladi endi. Ba'zan vaqtlarda olmalar, neshbitlar bor deb, bu qanday desa, shu gami uylarimizda saqlangan olmalar, neshbitlarda vaqt uzun saqlanadi deb. Ondan boshqa qandarlar. Ondan boshqa biz jiq narsalarni yemaydik. Ana degan shu vaqtlarda juza, banan degan narsalar bor endi. Bu narsalarni iste'mol qilib yurdik, ammo hozirgi vaqtga kelsak, chilakni masalan bu oylarda topiladi, uzumlarni ham topiladi bu narsalarni. Demak, o'zing zamonida bo'lmagan narsalar ma'lum bir ximiyalik moddalarniki turtkisi bilan yoki bo'lmasa ash narsaniki o'tirg'i chiqishi bilan qanday qildi ekan desa, bizning oldimizga keldi ekan. Endi men bu jarayonda qanday bo'ldi desa, men asta-asta badanimizdagi nurg'un masalan ehtiyoj bo'lgan qaysi oziqliklarga ehtiyoji bor, qanday jihatdan masalan badanimiz texnik yaxshi bir narsalarni masalan bizning yegan ichganlarimizni qaysi jihatdan his qila oladi deb badanimizni asta-asta o'zim anglashga boshladim badanimni. Masalan, bugun mening badanim nimaga ehtiyoji bor? Yoki bo'lmasa men oyning ichida, bu haftaning ichida men qanday yemeklarni yedim. Bunu qanday qilish kerak deb men shu Kiyani jarayonida Kiyanini iste'mol qilish, o'rganish va boshqalarga tavsiya qilish jarayonida o'rgangan bo'ldim. Endi 2022 dan boshlab yana qaytadan Kiyaniga keldim.
Kiyanini qayta başlagandan yana qandaqken desa, bunda da yana şu ögünüşler var. Bunda da texmi bir neçe derece mesela ilgar boğan ögünüş şeklini gördüm. Bunodaki şu alımlarning, doktorlarning şu bu cihetden ilip kelayotgan tadqiqotlar. Mesela men Mahmud Edgar Yılmaz Hocanınki tunca qatırlıq müşkiyani plazağa basam, şu kişinin dersini ilgili beripmen. O kişinin dersini anlaş jarayonida o kadar özüm his qildim ki, bu adam özü, mesela biz mi deymiz ya, bu adamlar hammalar bilisizlar, bu kişi dünyada börek kasalliklar bo'yicha 12-si, Yevropa 6-si, Türkiye 1-si. Ama şundaq bir çoğun seviyelik bir doktor buluşu qarmay, bu adamınki bizlerge dersini tushundirişi intayin amibab. Mesela manga o'xshash hech qanday doktorlikdan xabari yo'q bir odamni tushunolmaydi, doktorlarni tushunolmaydi. Bu adamning darsini olgandan keyin bizning bedenimiz asli ehtiyojli bo'lgan narsa bundoq ekan. Ana degan qon tomirlarimizning 20 yoshdagi holati bilan 40 yoshdan oshgandagi holatini tek ko'rsatib, bularni ko'rib, men shu 2013-yil o'rgangan narsalarimning bu yerda texmi jonli holatda bo'lgan shaklda o'rgangan bo'ldim. Mesela dastlabda mening shu iste'mol qilish jarayonida beliqmeyi bekrak diqqatimni tortibdi. Nemishqa desak, shu vatandan boshlab shu beylik narsalarni yemaymiz. U bu deb biz diqqat qilyaptik. Ya Turkiyaga kelib, sal o'zimizni qo'yib o'tgandek his qilib qolaman bu yerda-ku, xotirjam yeydigandek his qilib qolaman. Ammo u yerda vatanki vaqtimizda hamma narsaga shu qadar diqqat qilyaptik. Ammo shu o'rganish jarayonida bu beliq meni sizlarga bir qancha qatim deb o'tdim. Bu beliq İçi hem teşininki bu yaxnaki avazın etkili olmaydı akçana. Nurima özeydi. Bilik meninki qarsa işçimi bilik, teşim bilik dedi. Bu işçi bilik, teşi bilik degeni neme sodu desek, işçi cigerninki meyden ilangan bilik mey bolsa, teşi bolsa qandaqka desa, bilikning qiltirg'i, bilikning terisi ve şu yetki piksa darqidat ilangan so'ngki ilimiga. Hem sonraki ilmi dese hemmemizden teşhisatlan gelsin mince şu her kandak nesinin çünkü göz aldığımız gibi ya. Hem bunu denkisi meni qayıl qilgan narsa, bu şirketniki her cihetten alayda dikkat qilgan yerler barken deb, muşu jarayonda beliq meninki sonraki mesela her kandak bir beliq mening iş kapsuli ya bo'lmasa kapsullik har kandak bir aşnaq ozuqlik bo'lsin, chuqum sonraki ilmidan ishlanganligini biletdim ama bu kadar inchki bilmaydim. Ana degan 2022 yılı qayta iste'mol qilgandan keyin men undan burun hayron qoldim. Beliq men yesam, mushaliqi may kemaydim faqatla. Ammo bu yerga kelgandan keyin 2017dan keyin shu vaqtda o'rganganlarimiz, bedellerimiz masalan yemek içmek bilan to'liqlanmaydiganligi, bedenimizning yana ozuqlarga ehtiyoji bo'lib turganligi, bu tuproqning bulg'anganligi, bu mening kallamni o'tab bo'ldi ya. Men burun bu ozuqlarga nisbatan voy bu nim qila oladi degan bo'lsam, bundan keyin izlaydigan bo'ldim. Başı bir qancha şu nemining şirketninki ozuqlarını yegan bo'ldim, ammo u beliq meni yeyman, maydam shunda ig'ir bo'ldi. Ondan boshqa may kirma. Bu nemish unda bo'lganda deb men hech qanday qilib qilmabdiman-da. Chunki men shu yoki yaninikini yeb kelibman, ya ikkinchi qadim buni yedim, mening o'zimning badanimda bir chatoq bor o'xshaydi deb yuribman. Ankin 2022 yil 2 oyda ozuqlarim keldi. Qaytadan kiyanini qo'limga oldim. Yeyman, u unda qiyliqini mayga ketmaydi. Anadan keyin boshqa beliq meylar bilan bizning beliq meyning o'rtasidagi farqni texmi o'tdan his qilgan bo'ldim. Anadan keyin his qilib qarsam shu vaqtida bizniki bunda ketmaydi ekanda degan bo'lsam, u yerda yana bir bilim chiqdi. Bu bilim nima bo'ldi desa, beliq meyningmi suvda eriydigan ham yog'da eriydigan ikki xillik bo'ldi ekan. Bizniki ya'ni ozuqlarimizga beliq meyi qanday ekansa, mayda eriydigan beliq meyi bo'lg'achqa, bu undaq bizni rahatsız qilmaydi ekan. Ham beliq ketib o'zimiz rahatsız bo'lmaydi ekanmiz. Buni o'rgangan bo'ldim. Demek, o'rganish bilan boshlangan yani hayotim yana o'rganish bilan davom qilyapti. Endi hozir mu qanday desam, masalan, nurg'un kishilardan men angladim, bildim. Yaqindan beri o'zim bunda qarab baxsam, bo'lmay yetaverishdan keyin bir stres bo'lib qoldi. Hammamiz ashta bo'ldik-ku. Bo'lgandan keyin cho'qimli o'tirib bolalar bilan hozirni chiqaraq chaqadigan bo'lib qoldik uyda.
Bunun burun gazını bek çıkmaydım. Çünkü ben 2013 yılda ben o işini his qılğançı. Bu näsniki bedenge mayını intayın cıq qabul qıldığını, anıgın bizim bedenimizge faydasının ziyninin cıqlığını biletdim şu vaxtıda. Ama bu arada nayeti gazını cıq istimal qıldığan buldum, yani qoldurum toplan gün o işlığan buldu. Ama ozuqlan yavatma. 2022 hazırmış, ikinci aydan başlayan bolsam, ta ki hazır kadar bir gün mü ozuqlarını taşlap baxmadım. Günde yavatdım. Ama əcəb dəstəbdə bunda buğan hazır mandaq bolduğu dep oyladım da. O çağda mən qana qıldım dese bədə asırışımni unuttum. Ben fakat ve fakat müşkiyani ozuqtırdılar bedenimni asırayman dep qaldım. Yoq, bir günde kırvatqan, nəsən bedenimge kırvatqan. Yani ozuqlarını mən bir günde 3 qata istimal qılıman. Ama 3 qatim istimal qılğandan sonra yani qanday boldu desem, mən bedenimninki başqa məsələn nəslərdən qoruşum gerek ya. Anda gazını günü çaxmaslığım gerek. Mənim yaşım 45'ni açtı hazır. Mənim o ondaq nəsəni qabul qıldığan ma bedenim məsələn ki mən öydə hazır o mayını teşviq işləb çıxaralaydigan manda cıq hərəkət yox məndə. Onda boğandan keyin bunu bilib turub, yəni mən qanday qıldım dese ozuq qiyavatdı məndə bedenimge diqqət qılmasam, o çağda yəni mənim bedenim qanday qıldı, özünün çəkiliş halıtıda bulayverdi. Nurgullar deydi, oy biz müştaq pek yaxşı sonuç aldık, o bu deydi. Ulağı çoxum, doktordım mu, bizden bir yakın bir tanışımız batdı, o kız dəstəbdə məndən yani ozuqlarını tavsiye qıldım o qızğa. Tavsiye qılsam, oy doktor mənə bunda nəslərini nem qılmaq degəndi, o bu dedi. Bu nəslərini istimal qılmaq degəndi dedi. Tamam dedim. Ondan keyin bir aradan 3-4 ay ötgəndən keyin bu qızın özünün doktorga berdi de bağandan keyin bu aralıqda doktor anlaşıptı. Onun aldıda yeni bir doktoru çok komaylıqı devlet tarafından verilgen meyli vitamin bolsun, doğrular bolsun bu ayalga cıqlı berdi ekan. Anadaki doktor anlaşqandan keyin depti ki bu ayalın tansiyonu yuqurken, şekerde, qandı şeker maddesi yuqurken, andan başqa mayınınki may hem qan quyuq, hem açtınınken de şunu sen mada nəsən yesən bulmaydı. Sen ma bir vitaminden başqa hiç qandaq vitamin yeməsinin bedenində hazır qan tomurlar qeçişqi başlaptı. Şu an seninki barmaq hareketlerin normal emas dep başladı. Degankin o kız u yerdan qaytib kelganda meni izlabdi. Ben sizdeki ozuqlarını yapaqay degandim. Şunu bilan mendeki ozuqlarını ap yedi, bir aydan keyin yana yürüyüş aldı menden. Bu kız dedi ki, ben doktorun degeni boyunca bu ozuqlarını, doktor bergen doğrularını vaqt dediğim yemek işimkimge dikkat qildim. Andan başqa sizden ma ozuqlarınızda yegenden keyin mening bedenimde özgürlük bo'ldi. Şu ben ikinci yürüyüşün edişini qaytadan qarar berdim dedi. Ha, demek ki o ayol qanday qildi? Doktorun degeni boyunca mani qilma degan shu qilmaganni qilmabdi. Anadan keyin bizning bu ozuqlarni yebdi, hem o'zi yaxshi ko'rib bo'lgan sonuçni oldi. Bu yerde qandaq desek biz buluşuğa özümüzdeki mesela bu her qandaq bir narsani payda qilma desek aldı bilan özümüzden so'rab beqish kerak. Biz şu eslik diyet boyunca qildikmi? Bu ishni yo'q o'zimizni qo'yib etib hamma narsani bu shu azroqla bir kuniga iste'mol qilgan narsaga tashlab qo'ydikmi? Masalan bu narsalarni biz yillardan beri oldik bedenimizga. Bir ikki oy ichida yoki bo'lmasa bir ikki yil ichida o'rtaqlashib qolgan narsa emas, bedenimizga kirib qolgan narsalar emas bu. Yillarning oyoqi bizning bedenimizda var bo'lgan o'zimiz ekilgan narsalar. Endi buni biz yana qandaq desa yemek içmekimizge dikkat qilmay, özümüz quyuq yeb, hem undan başqa mana shunaq bedenimizga zararli bo'lgan narsalarni neri turmay deyishdan, ya'ni chekinmasdan yeyib bu bedenimiz qanday qildiysa, albatta bu narsalarni yaxshi qabul qilolmaydi. Bu faqat qanday desa, bedenimizga kuch bermaydi. Chunki bu ozuqliq. Buningda hech qanday ximiyalik modda yo'q, yoki bo'lmasa hech qanday bir bedenimizningki ma'lum bir tumorlarni ichib o'tadigan yoki bo'lmasa unga majburlab ichib o'tadigan emas. Mesela nitroplasning o'zimi qanday desa, qon tomir kengaytidi, qon tomirlarimizni ochadi degan bilan bu majburlab ochmaydi. Bu faqat qanday desa, bir kunlik o'zimizning badanda kerakli bo'lgan ozuqliq, ya'ni mushning miqdori yetgan vaqtida bedanimizga qon tomirlar qanday qildisa, asta-asta ichishga boshlaydi. Ama biz buni kuniga iste'mol, 3 vaqt iste'mol qilib qo'yib, ama buningga menga o'xshash kunda shu az degandimi 1,5 kilo gazını çıkıp otlasak, bu bedenimizge kuch beremeydi. O çağda bunu qanday qilish kerak? Kuniga bir botolkani bir tugutish kerak. O çağda bedenimizge o'zining ta'sirini ko'rsatamikin tan.
Olmasa tilimizin aslında temitip koygan 3 dimim 5 dimim nərsə bizning bir kunda yeyotgan yemeklerimizden sırf yani 20 kilo gazını oturup çıksaq, o çağda qanday qıldı dese, mau bizge fayda qılamaydı. Özünün təsirini göstərib qılamaydı. Çünkü küç yemaydı ki bu. Biz bundan jiq nərsəni bunu bədirimizdən qanday aladigan nərsədən jiq, bunuğa temitqan nərsimiz nədir 3 dimim 5 dimim ama biz bundan jiqraq nərsələr bulduk. Xuddi şu balımız hem de bir 10 yaş kirgen bolsa, sen 30 kiloluk unlu kötəmidin de yapasağın oxşaşlı iş. Oğulvalı bolsa mu, onun işi 10 yaş 30 kilo nərsini kötüremeydi ki o. Mesela oğullağı jiqraq deyimiz ya, sen mega oğulvalı amında qısan buldu da, ben menin 3 oğulum boğaşqa davamlıq özden çoğurak işlerini boylayman jür. Bəzi vaxtı deməyə, bunun da işi üyə kəmbədi deymə, amma bədənimizə mi şunaq diqqət qilishimiz kerak. Bizning bədənimizdə nimalarning məsələn kan bo'layotganligini, qanday narsalarning ehtiyoj bo'lganligini bilgan aman uni to'liqlaymiz. Ondan boshqami o'zimiz mushuyligi diyet qilishga tegishli yerlarga, yana shu nafsimizni yig'ishga tegishli yerlarga kelganda yig'masak, voy men ani yegim keldi, mani ishkim keldi deb nafsimizni o'zimizniki ilqaroyi qo'yib bersak, bugungi kuni menda 45 yoshdan oshgan bir ayol emas, hattoki shu boshlang'ich bolalari şu o'qiyotgan kichik bolalardimi, masalan tatlı kasal bo'lib qolgan, ondan boshqa shu yosh qizlarda tiroid bo'lib qolgan, ondan boshqa yana shundaq har xil qon tomir kasalliklari o'tirg'i chiqyapti. Hatto biz bilib baxmagan, bundan burun biz anglamagan mushaq kasalliklarga mubtalo bo'lyapmiz. Endi meniki shu burundan va hozirga kelib yillardan keyingi shu kiyani yo'lchiligimda nemini his qildim desa, badanga qanchaki ahamiyat bersak, qanchaki o'zimizni asırsak, öncelik cho'qim Alloh bizga nasib etish kerak bu narsalarni, cho'qim sababning olimi deb tushuntirib olmayman. Chunki taqdirimizda nima bo'lsa shuni yashaymiz hayotda. Ammo Alloh bizga undan burun qanday qildi desa, bu tan jondagi omonat dedi. Demakki bu omonatni yaxshi saqlashimiz kerak. Buning uchun önce Allah'tan tilep, onu denken qanday qilamiz desek, bizning o'zimizdan qo'ldan kelishicha tadbirlarni olamiz. Bu tadbir elish jarayonida biroz fidokorlik qilamiz, ammo uning natijasi yaxshi bo'lganda yanada o'zimiz xush bo'lgan bir natijaga xo'sh bo'lgan bir holatni ko'rgandek, qilgan ishlarimizniki xato bo'lmaganini, nafslarimizni jiqqanimizning, anadan keyin diyetlanganimizning, ham o'rganganlarimizni bizda bir gap borki, haqiqatni amaliyotdan izlang deb. Undaq bo'lsa biz haqiqiy zot sog'lom tanga ehtiyojim bor desak, amaliyotimiz shuni qila oladikmi? Xatoliklarimiz nada bo'ldi, yemak ishimizda bo'ldimi, qo'llanish usulumizda bo'ldimi, mushlarga alayda diqqat qilsak degan mushu bir nimaga keldim men. Ondan boshqa, ya'ni o'zimizningki nimasi qaytib kelsak, asosan kunda atdiganda darslar bo'lyotdi. Şu yetekçilerimiz, ondan başqa Musa Cafkan bo'lsin, Aynur Sanglim bo'lsin, Gulbahor Nurbiya, hammalar hatta shu darsga kunda qoldirmay qatnashayotgan Muqaddas xonim, Anakim Fatima xonim, Shahzoda xonim, ondan başqa Nurima xonim, hammalar marhaba. Men shu madekalatchilarni kunda degidek asosan ko'ryapman. Hammalar shunaqa yaxshi darsga qatnashib kelyapsizlar. Bundan intayin xush bulduk. Yana bizningki qilgan qanday xizmatlarimiz bormi, shu xizmatlar jarayonida bizning kam qilgan xizmatlarimiz bo'lsa desanglar, biz shu xizmatni to'liqsaq bo'ladi. Ondan boshqa bu jarayonda bizning qiladiganimiz, endi biz bu kiyanining nihoyat yaxshi bir ozuqlik ekanligini bildik shundaqmi. Bilgandan keyin buni endi biz qanday qilamiz desa, boshqalarga tavsiya qilamiz. Endi çünkü yaxshi narsa bizni bilan qolib qolmasin, yaxshi narsa maxfiy qolmasin, bizga o'xshash ehtiyoj, bizning bunga ehtiyojimiz bordi, biz oldik. Endi biz bu ehtiyojimizni qanday qilaylik desa, boshqalarning badanimizdagi ko'rgan mushu natijalarni boshqalarga bildirish orqali ehtiyoj bo'lganlar qanday qilaylik, tavsiya qilaylik. Bu yerga kelganda biz qanday desa Amayli, qo'limizdan kelishicha, endi yemayman degan odamga zo'rlab og'ziga ishtirib qo'ygan bo'lmaydi. Hatto bekorga borsanglarmi, uning qimmatini bilmay, hadiyalik narsalarimizni tashlab qo'ygan nurg'un hikoyalarni angladik. Ammo ma qadrini biladi. Yoki bo'lmasa, mushuning badan mushundoq ozuqlarga ehtiyoji bor deydigan bir
atrofimiz shundoq bir tunishlarimiz bo'lsa, cho'qimki qanday qilinglar desa, shuni tavsiya qilib qo'yinglar. Odamlar bilgandan keyin, masalan, burun men bilmaydim, joylik bilan qanday qildim, iste'mol qilmadim. Ammo bilgandan keyin o'zim istab yurib, voy bu nadidu deb yurib qanday qildim, ya'ni iste'mol qildim. Endi bilib qolsam, men o'xshash tashlab o'tmaydigandim chiqsa, ashunimi hayot uchun men bir yaxshilik bo'ldi-ya, bu yaxshi qancha jihatdan bo'ldi. Mush bo'lib qolsa, qarshi tarafni qo'sh qilishning o'zimi yaxshi bir ish aslında. Şuna bizim işimiz asasen qandaq desa, e'lon, da'vat, sunum. Endi biz boshqalar menda sizlarga oldin qatim deganga o'xshash, mehra chiroyingiz o'zgaryapti, sizda o'zgarish bo'lyapti, bu desa, bu yerda majburiy qanday qilsiz, men shunday bir ozuq deyapman deb bu e'lonni qilsiz bu yerda. Endi bu yerda e'lonni qilgan keyin shu kuni butun ishning hammani anglab o'tish qanday to'g'ri emas. Men bu bir ozuq qilyaptım. Navoda vaqtinglar bo'lsa, 1 soat yoki bo'lmasa eng oz deganda 45 minut vaqtingizni chiqaring. Men bu jihatdan sizga qanday qilay deb sizga buni haqiqiy tushuntirib qo'yay deb da'vat qilinglar. Unda bo'lsa qarshi taraf qanday 1 soat yoki bo'lmasa 45 minut, hatto 1,5 soat vaqtini sizlarga beraman degan kundan boshlab qanday qilinglar desa, sunum o'rnashtiringlar. Sunum o'rnashtirgan vaqtinglarning o'zida qarshi tarafga qaranglarki, bu kişi mesela bunu iste'mol qilgan kişimi yoki bo'lmasa buning tijoratini qilgan kişimi. Mayli qandaqli bo'lsin, tijoratini qilgan kishiga voy zaten hozir tijoratini qilmasam bo'lmaydi deb buning tijorat qismini bek tushuntirib ketmoqli. Ba'zi odamlar bor ya, ming tijoratchi tijorat qilish xiyol bo'lib qolsa-mu, biz buningga haddidan ziyoda buni tushuntirsak, bu shu sir odatdagi bir ozuq o'xshaydi. Endi buniki bek shifoliq tarafim yo'q o'xshaydi deb qo'chirib qo'yamiz. Buniki qandaq desa shifoliq tarafini anlatib, u kishi mu qanday qilsin desa iste'mol qilsin, o'zi iste'mol qilib badanda haqiqiy buniki shifosini ko'rgandan keyin boshqalarga qanday qilsin e'lon qilsin, ya'ni reklamani bersin, da'vat qilsin, oxirida sunum beraydi. Bu ish mushtaq to'g'ri shaklda bo'lsin. Ya chuqumlarkin Kenan abim dedi, yoki bo'lmasa kichik bir yerda o'tiriblarkin buni butun e'lonning hammani da'vatdan tortib sunumga jammini berib etish, bu to'g'ri shakl emas. Buni chuqum qanday qilish kerak desa, oldi bilan atrofimizga kishilarga mushtaq bir ozuqning borlig'ini qanday qilamiz desak, so'ralgan vaqtida yoki bo'lmasa atrofimizga yaqinlarimizga buni deyishimiz kerak. Anadagi qanday qilish kerak desa, shu qarshi tarafning zamoninki o'ziningmi, sizningmi zamoningiz mumkin bo'lgan vaqtida buni da'vat qilish kerak. Anki da'vatni yaxshi qilib qo'ygandan keyin shu vaqtni olgandan keyin qanday qilamiz desak, shu kishiga buni to'g'ri shaklda ish qismini undan boshqa shu ozuqlarning qaysi shaklda ozuq ekanligini qanday qilish kerak desa, shu sunum orqali tushuntirish kerak. Endi bu narsani tushuntirib bo'lgandan keyin qarshi taraf yoki bu ishga qarorini beradi. Ya'ni asosan qanday desa, dastlabda bizga bergan qarori buni iste'mol qilish yoki qilmaslik jihatdan bo'ladi. İnşallah nurg'ulg'an endi o'zining badaniga kuyingan, ham bu natijalarni ko'z oldiga olgan odam bo'lsa, sizniki bu da'vat demaydi. Menimcha boshqa so'raydigan savollaringlar bor bo'lib qolsa, so'rasanglar bo'ladi. Yoki so'raydigan savol bo'lmasa, darsimiz mushagicha bo'lsin. Hammanglarga rahmat.